Assalomu alaykum Bahodir Uz kanali obunachilari va chorva ishqibozlari. Hafta kuniga chorshanba 2026-yil 1-aprel. Hurmatli obunachilar, Krasnogorskiyga chiqib kelganmiz. Xudo xolasa Abdulaziz akamning fermalaridan sotiladigan Galishtin Friz Daniya buqalari bor ekan. Shuni video obzorini olib beramiz. Xudo xolasa videolarimiz yoqsa bir donadan layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Shunda bizga kiritib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Qani bismillahirrohmanirrohim. Videoni o'tkazmasdan ko'rsanglar, chiroyli qilib narxlarni ham yo'lida qo'yib berishga harakat qilamiz. Do'stimiz Berdiyor Hoji akaning fermalaridan chiqqan, esingizda bo'lsa do'stlar, o'sha Baxt fermasidan chiqazgan buqalarimizni Abdulaziz akamlar olgan ekanlar. Chiroyli ratsionda sababini qilib boqqanlar, shularni video obzorini chiqazib beramiz. Chiroyli qilib sotuvga. Hurmatli obunachilar, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab, poddeshkada bo'lib turasizlar. Qani bismillahirrohmanirrohim. Ahror aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Qoldingizmi, tuzingizmi? Zo'r, Xudoga shukr. Bugun Xudo xolasa obunachilarimizga nimalarni chiqazib beramiz aka? Xudo xolasa Baxt fermer xo'jaligi Berdiyor Hoji akandan chiqqan buqalarni olib kelib niyat qilib, yaxshi niyatda barakasini so'rab boqqanmiz. Shularni sotuvga qo'ymoqchi edik. Xudo xolasa narxlarni ham chiroyli qilib yo'lida qilib qo'yib beramiz, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Qani bo'lmasa hurmatli obunachilar, o'zingizlar ko'rib, sifatiga bahoni berib qo'yasizlar mana. Mashalloh do'stlar, havas qilgan insonlarni xonadonida shunaqa buqalardan boqish nasib qilsin. Shunda pauza bosib zagonga kirib olamizda. Qolganini zagon ichida davom ettiramiz. Mana hurmatli obunachilar, Hech jonivorlar, ha? gem bor. Xudo xolasa katta sutli sigirlarning bolalari. Zotga ham 100% kelajakda tavsiya bera olamiz, hurmatli obunachilar mana. Ahror aka, bularning yosh oyliklari qanaqa? Oldi 1 yoshga to'lmagan hali, orqasi 6 oylik. Mana 6 oylikdan 1 yoshga to'lganda, ya'ni eng balani 1 yoshda. Effektini ko'ryapsizlar, hurmatli obunachilar mana. Hammasi o'sha Baxt fermasidan chiqqan, bir joyga olingan bular aka. Ha, bir joyga olingan. Soni nechi bosh? 22 bosh. 22 bosh mana. Ichida mana bunaqa gibridlarimiz ham bor ekan mana. Qanaqa ratsionda boqyapsiz aka bularni? Biza kunlik ratsionda shu oddiy kepe, kunjara, silos bilan faqat. Kunlik 4 kilo, 2 kilo kepe, 2 kilo kunjara yeydi. Silos yeydi bir 20 kilodan. Mol boshqa. Hali unaqa usulinni boqilgani yo'q. Yo'q, unaqa usulinni, unaqa oddiy shu kepe bilan kunjara bilan boqilgan. Mana o'rtoqlar, badani ham zo'r, Xudo xolasa. Yedi işte tanijoni sog'ligiga garantiya beramiz bir hafta aka. Albatta. Ahror aka, videoda katta kichikni ko'rinishi mumkin aka. Bo'yini balandliklari qancha chiqadi? Oldiniki 150 dan 145 plyusda, 145 plyus. Pasi 130 plyusda, eng kichkinalarni. Xo'p, o'rtoqlar, mana 130 plyusdan 145 gacha qo'yamiz bo'yini balandliklarini mana. Kelganinglarda o'zingiz uchun bir sidirg'i ko'rib olasizlar. Mana. Hali unaqa qattiq usulinni boqqaningiz yo'q-a bularni? Yo'q, mana shu zagonda. Mana. Lekin yaxshi effekt berib, qachon olgandingiz bularni? Oktyabr oyining 20sida olingan. Mana. Lekin effekt buzoq edi. Eng oldi 6 oylik buzoq edi-da. O'zimiz video obzorini olib chiqazgandik, mana lekin yaxshi o'zgargan effektda do'stlar mana. Chiroyli sababini qilib mehnatini qilganlar mana. Sifati ham zo'r, Xudo xolasa. Kelajakda misol uchun zotga ham tavsiya beramiz, hurmatli obunachilar mana. Fermer aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol chiqqan joyi aniq. Katta sutli sigirlarni bolalari o'rtoqlar mana. Daniyani originallari. Sonini 22 bosh dedingizmi? 22 bosh mana. Endi Ahror aka qarang. Xudo xolasa
yaxshi niyatda boqqansiz. Alloh barakasini bersin aka. Bularni endi qiziq joyi narxida-da aka endi. Nima deymiz endi? Kelib qarang. Ichidan bitta, ikkita yo to'rtta tanlab olaman deydigan bo'lsa, necha puldan qo'yamiz? Tanlab olaman deydigan bo'lsa 35 milliondan deyilmizda aka. Xo'p, o'rtoqlar mana. Ota-onasi ma'lum, hammasi zotdor bo'lganini bilasiz o'zingiz. Albatta. O'zingizdan qolar gap yo'q-ku. Mana kelib ichidan bitta yo ikkita tanlab olaman deydigan bo'lsanglar, 35 milliondan pul so'ralyapti. Savdasi bor, hurmatli obunachilar mana. Hammasi zo'r. Mana orqa korobkalarni ham ko'ringlar. Xudo xolisa olib boqsanglar, yaxshi effekt beradi. Kelajakda chiroyli ratsionda boqsa, tonnani uradi bular aka. Ha, bemalol. Mana. Hamma ko'ringlar o'rtoqlar. Bemalol. O'ta ham sifati zo'r xudo xolisa. Mana korobkalari ham, orqa korobkalari hammasi bir-biridan o'tkir. Soni 22 bosh. Bir joyga olib, tashab qo'yib boqaman degan obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, Ahror aka, qo'yiq suyuq bir joyga bitta chiroyli aytingchi endi yopishtirib o'xshatib. Quyuqmi? Suyuq. Bir joyga 33 million so'mdan. 33 milliondan. Ha. Siz nomingizdan chiqsa sal kelishtirib ham beramiz aka. Endi qarang-chi, 33 emasda bitta so'rayman, 22 bosh bir joyga bo'ladigan bo'lsa, qarang Ahror aka. 32 million qo'yamizda, ozgina sunnatiga xayrini qilib bering. Bir joyga bo'ladigan bo'lsa. Xudo xolasa inshaalloh. Agar kelib tanlab oladigan bo'lsa, mayli 35 milliondan kamini qilib bering aka. Bir joyga qo'yiq suyuq 32 million qo'yamiz. Xo'p bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin. Mana hurmatli obunachilar, 22 bosh bir joyga olsanglar bilasizlar, yengilroq bitadi, savdasi bor 32 milliondan. Kelib tanlab oladigan bo'lsanglar 35 milliondan pul qo'yamiz mana. Aytilayotgan pullar hammasi olib qolinmaydi, savdasi bor. Bemalol telefon qilib savdo qilsanglar bo'ladi. Mana Ahror akamning o'zlari samimiy inson, xudo xolisa qalbiga qo'l solib ko'rasizlar, kelgan insonning ishini bitiramiz aka. Xudo xolasa. Mana maqsad sotish, xudo xolisa. Hurmatli obunachilar, onlayn savdolarimiz ham bor, ha? Обязательно. Bor. Qatgacha dastavka qilib bera olamiz aka. Butun dastavka xizmati kelishilgan holatda bo'ladi. Bo'ladi, xudo xolisa. Xudo xolasa. Endi Ahror aka qarang, bularni ishtahlarini ko'rsatib o'tamiz. Bir sidirg'a yemini hozir solsangiz, ishtahalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Siz endi aka pauzani bosdingizmi? Mana hurmatli obunachilar, mashi zagonda chiroyli boqilar ekan. Hammasi zo'r, xudo xolasa. Mana korobkalarni ko'ringlar do'stlar, orqa korobkalari. Eng pasti ham 1.30 plus kam emas, 1.35 ham keladi mana. O'rtoqlar eng kishilari mana naprimер mana mashinalar mana. Mana sementalga gibridimiz bor, o'rtoqlar. Sifati o'ta ham zo'r mana. Ahror aka, bular qarang, oqsildan chiqqan, bular hammasi. Ha, oqsildan o'tgan. Mana oqsildan chiqqan. Oqsil 100% tuzalgan 100% tuzalgan aka. Qo'rqmasanglar ham bo'ladi mana. Hammasi zo'r, xudo xolasa. Mana ishtahalarni ko'ryapsizlar do'stlar. Mana old tomonlaridan ko'rsatib beramiz. Mana gem bor o'rtoqlar, ishonchli fermadan chiqqan. Bemalol olib boqsanglar yaxshi effekt beradi kelajakda. Mana ishtahalarni hammasini korobkalari 4 burchak. O'rtoqlar, galishtenga adashtirib qo'ymaysizlar. Haqiqiy Daniya o'rtoqlar bular mana. Hammasi zo'r korobkalari mana. Sifatini ham ko'ryapsizlar. Videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim-u, lekin xudo xolasa olsanglar baraka topadiganman. Kelaverasizlar hurmatli obunachilar, mana Bahodir Uz kanali gruppamiz bor. Lokatsiyalarini tashab qo'yamiz, o'tib bemalol olsanglar bo'ladi hurmatli obunachilar mana. Tanlab olishi ham sotiladi. Bemalol telefon qilib savdo qilsanglar bo'ladi hurmatli obunachilar mana. Aytilayotgan pullardan chami bor. Bemalol savdo qilasizlar mana. Hammasini korobkalari zo'r.
eng balani 1 yashar, 6 oylikdan 1 yashargacha 6 oylikdan 1 yashargacha. kelaverasizlar, xudo xolisa, hurmatli obunachilar mana. Ahror aka, sizni ham chorvangizga baraka aka. Qotgan ishlaringizni Alloh xayrli qilsin. Rahmat. Nima deymiz xalqimiz, obunachilarimizga aka? Xalqimiz boy bo'lsin, hamma xonadonda shunaqa chiroyli buqalar boqish nasib qilsin. Xalqimizda zotdor mollar ko'payaversin, barakasini bersin. Chorvada har doim baraka bor degan. Ilohim barakasini bersin. Joningiz sog' bo'lsin, sizni ham chorvangizga baraka, bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilar, chorvada baribir baraka bor. Olib chiroyli sababini qilib boqsanglar, xudo xolasa kam bo'lmaysizlar mana. Havas qilgan insonlarning xonadonida shunaqa mollardan kamida 5 ta 10 talab boqish nasib qilsin do'stlar. Niyatni to'g'ri qo'ysak bo'ldi mana. Sababini qilib yoritib berish bizadan. Ma'qul bo'ladigan bo'lsa mana nomerlar qo'yiladi, bemalol telefon qilib savdosini qilib olasizlar. Hurmatli obunachilar, shu bilan video syomkamizni yakunlaymiz. Videolarimizda kamchilik va xatolar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.